Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yurtdoshlar, bizni kuzatuvchilar. Bugun sotuvga qo'yilgan xonadonimiz Toshkent viloyati Bo'ka tumani Ramazon Mufida. Oqqo'rg'on tumani bilan Bo'ka tumanining o'rtasida joylashgan. Bo'ka tumaniga kiradi. Oqqo'rg'ongacha 7 kilometr, Bo'kani sentrigacha, markazigacha 6,5 kilometr. Mana gaz, svet, suv hammasi bor kelgan. Bu xonadonimizni fasad qismi 46 metr. Umumiy maydoni 35 sotiq. Xonadon egalari ham shu yerda. Xat hujjatlari, kadastr dokumentlarida hech qanaqa muammo yo'q. Mana xonadonimiz hovli qismiga kelganingizda shunaqa katta maydoni keng. Xohlasangiz mana bu tomondan, mana darvozadan kirganingizda mana shu burchagidan bo'lib olsangiz ham bo'ladi. Unga ham alohida xat hujjat qilib berishadi. Bu yoqda alohida kelsangiz bo'ladi. Mana bu yoqqa imorat qilsangiz bo'ladi. Bu yoqda eski molxonalari, otxonasi, qo'yxonasi bo'lgan, buzilib ketgan. Katta, hududi katta, keng. Bitta asosiy binomiz, asosiy binoda yashash xonalari 5 ta xona. 6 ta. 6 ta ekan. Mana mevali daraxtlari. Kamera o'rnatib qo'ygan ekan. Mana bu yoqda ariqda suv oqib turar ekan. Qishin yozin suv ekan mana. Chegara qismi hozir borib ko'rsataylik mana ekin ekish maydonini. Yeri ham tekis, to'g'ri burchak a. Mana shu joyida o'zi 18 sotiq chiqar ekan. Joylarda mana bu yoqda teplitsa bor ekan, issiqxona. Mana chegara qismi bu yoqda tut daraxtlar ekilgan, bu yoqda ham mana daraxtlar ekilgan. Mana shu joydan chegara qismi bu xonadonniki. Mana ariq bor. Tak, xonadonimizni maydoni o'zi juda katta. Wi-Fi bor, Wi-Fi boy aytganimizdek gaz, svet, suv, ichimlik suvi ham kelgan. Ko'rib turganingizdek, ana ariqda suv ham oqib turadi ekin ekish maydon sug'orish uchun. Xullas chorvachilik qilaman desangiz ham zo'r joylar bo'tlar. Dehqonchilik qilaman desangiz ham mana endi bu xonadonimizni yana bundan tashqari boshqa nimalari ham bor, sotiladigan. Bundan tashqari yana boshqa 3 ta uchastkalari bor. Ular ham sotiladigan. Mana yong'oq daraxti ham bor, katta. Rosa solgan ekan. Ko'pchilik shu suv masalasi deydi. Mana suv. Mana oqib turadi. Katta kanaldan 1 kilometr. Mana xonadon egasini yetishi bo'yicha suv to'xtamas ekan. Shunda ochasiz, ketdi sug'orasiz. Mana. Odamlar suv olib kela olmasa bu aka suvni to'xtata olmas ekan. Endi xonadonimizni yashash xonalariga bitta kirib ichlarini ko'rsatsak, mana uzumlari ham zo'r sopdi. Mana bitta yozda mazza qilib o'tirasiz, suv oqib turadi, salqingina. Tak, bu yoqda 2 ta xona nima o'zi? Oshxona, tandirxona. Oshxona, tandirxona. Tak, mana xonadonni yashash xonalari.
pol podval. Bu podval bor a buni. Podval. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. To'rtta qana kaldirimda sana kelasi olttada. Lamsha qo'ymaymi? Yo'q, bo'ldi. Hamma zal ekan bu. Xonalar yaxshi holatda. Kirib. Parovoy. Buni. Bu mebellar qoladimi agar masalan qaysi bir yo olib ketasizmi? Puli to'g'ri kelsa qoldiramiz. Mana parovoy. Paravoylar. Beton. Ekitaj bo'laveradi. Tagi blok. Pishganda shu. Buzib tepasida kimdir qurilish qilaman desa, ikki etажga ham qurib yuboraveradi-da, bemalol. Lamsha qo'yibdi, bu staynik. Parovoy. Buni devor pechka. Lamsha jaraymi? Yo'q, yo'q, bo'ldi, ko'rinadi. Devor pechka. Bunu batırdı. Mana bu yoqda ham Bitta xonasi. Joyi bor. Oldinda keyin parovoy gazda biz bizda. Ko'rim terisi. Kompüter tijaramas ko'rsatadi buni. Mana yana bitta xonasi. Pechka, paravoy qilingan. Xonalari yaxshi holatda, hammasi kirib yashaydigan holatda. Umumiy maydoni 35 sotiq. Hozirgi kunda bu xonadonimizga so'ralayotgan boshlang'ich narxi 50 ming AQSh dollari. Yana kelishadigan joyi bor-a? Ha, kelishiladi. Qancha kelishtirib berasiz masalan? Kelaversa kelishaveramiz. Kelishmaydigan masalamiz yo'q. Bu To'g'ri. pishg'ich tepasi bundan boshlab beradi. Tandirim 5 xonasi plita. Tagi blok qo'yilgan. Bu kolxoz tarafdan, davlat tarafdan qurilgan uy. Xudo xolasa dokumentlar shunday notariusga boradigan tayyor-a? Olib qo'yaveradi. Bo'ldi. Mana xonadon egasini o'zi 50 ming deb turibdi boshlang'ich narxi. Bemalol kelib turib savdo qilsangiz kelishadigan joyi bor. Zo'r, uzun. Bu yog'ini o'zi 18 fut boshqa. O'zimizdan bu yoq qolasa, uyda bu yog'ini beraman. Bo'lib ham yarmini sotib olaman desa ham qilib beraverasiz dokument. Qilib beraveraman. Alohida afon qilib chizdirib beraveraman. Ana. Yaxshi taklif. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.